Всем хорошего лета! Нет, А с выпускниками увидимся на выпускном. нет, не-не-не-не. Это что, все? Последний день. Я как-то даже разочарован. Ну, еще нужно подготовиться к выпускному. Kimlarga gaplashishingiz bo'lsa, marhamat siz gapiring. Ustoz, avvalambor sizlarga katta rahmat, biz sizlardan rozimiz. Umrlaringiz uzoq bo'lsin. Shu kasblaringizdan faxrlanish nasib qilsin. Va biz sizlarga avvalambor katta rahmat. Qadrlaringiz bo'lsa, uzun. Yana bitta gapni aytmoqchiman. Endi bu yerda Slav kadrlar ham bor edi. Biz shunga mana bitta xarakterim bor. 5 yil o'qib bitirdi. İmtihonga keldi. İmtihongacha yiqitmoqchi bo'lsangizlar yiqitinglar. Shunga kelmasin. Mana oldimga keldimi? Ana shuni ismini turibdi. Monolog aytib bersam, mayli deb 5 yil o'qibdi deb, yoshi katta ekan deb bitta uchini qo'yib beraman, mayli o'tsin deb ketsin deyman-da. Azob chekib beradi. Birdan keyin qanaqa qonun chiqadi, qanaqa qaror chiqadi, qanaqa kontraktni beradi, uni bilmaymiz. Oldindan hech kim bilmaydi nimalar, bir yildan keyin. O'sha rahmatlarga yordam sifatida ballar ko'taradi. Farzandlaringiz bor, dada, ona, masjidlarni bitirdingiz desa,